Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarga shu vaqt xayrli bo'lsin. Men ismim To'liq Hamish, Shvetsiyaning poytaxti Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda. Men navbatda ota-onamniki hurligi, erkinlik uchun Shvetsiya poytaxti Stokgolmga parlament oldida 1,5 yilga yaqin namoyish qilyapman. Qarindoshlarga deydigan gapim, qarindoshlar ota-onamizni ega chiqayli. Vatanimizga ega chiqayli, qarindoshlarimizni ega chiqayli. Erkin dunyoda yashab turib, erkin tafakkur qilishdan, erkin fikr yurgizishdan qo'rqmaydi qarindoshlar. Bular shu bizningki necha vaqtdan beri shu ovozimizni bo'g'ib keldi. Bizni bular da'vo qilyapmiz deb aldab keldi. Bularningki 20 yillarga qilgan bizni indigenous people kategoriyasiga kirgizib yetib, 20 yillarga bizni kishilik huquq davosini qildik, aniq qildik deganninki natijasi mana shu qarindoshlar. Faqatlam vatandagi Xitoyninki erkiy qirg'inchilik yurgizish uchun yeshil chiroq yetib berdi qarindoshlar. Buni da'vo sepidagi o'zni Uyg'urlarning ma'naviy onasi da'vogan Rabiya Qodir, Olim Sitov, Umar Qanot, To'lqin Isa, Nuri Tulka, Abbos Aylisi mushu milliy munofiqlar Uyg'urninki davosini nimasini dafsanda qilib keldi. Faqat Tramsa kamerani. Ovoz chiqmatamda, qarindoshlar chiqmatamda. Ay ovoz bo'lsa, tegiga ovoz bor deb izlayotgan bo'lsanglar. Shuningga men Xitoy hukumatidan ota-onamninki nahaq kesib ketganligi, nahaq turmada yotganligiga qarshi Shvetsiya parlamentining oldida namoyish qilyapman. Men Xitoy hukumatidan shuni talab qilganmanki, Xitoy hukumati ota-onamni tezdan qo'yib o'tish kerak. Agar bo'lmaydi ekan, menmi bu yerdagi norozilik namoyishimni to'xtatmayman. Qo'shimcha namoyishlar bo'lgancha chiqaman. Fashist Xi Jinpingni tilayman, stop genocide deyman. Da'vodagi nishonimni, yo'limni o'zgartmayman. Xitoyni kunda vaqtim do'stlar parlament oldiga chiqib, Shvetsiya xalqiga dunyodagi har qaysi kelayotgan yerlardagi turistlarga, sayohatchilik kelayotganlarga shundaq Xitoyniki avtobashirasini ichib, texmi tushuntiramiz. Asli biz shunday qilishimiz kerak deb qarindoshlar. Lekin bizniki da'vo beshiga chiqib olgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning ergashma tashkilotlar bizni aldab keldi qarindoshlar. Faqat pul dedi. Hatto chet elliklarningki Uyg'ur davosiga bo'lgan ishonchisini sindirib tashlab etib, bu xuddi Xitoyningki chet eldagi ish bajarish organiga o'xshash ish qildi. Faqat Uyg'ur davosini, Uyg'ur zimin davosini, mustaqillik davosini faqat kishilik huquq, diniy erkinlik, oliy avtonomiya nima tilimidi? Shunga o'xshash qilib bizni aldab keldi qarindoshlar. Undan keyin Xitoy hukumati 2014 pasport berib chiqqan Uyg'urlarni Tailandda so'ltivatdi. İşlerini becagizmidi, mang'izmidi. Bu yerdan chiqqan bir turkum Uyg'urlarni ba'zi bir Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashkilotlari orqali ba'zi bir PKK orqali pul ilib Suriyalarga jo'natish, avatish, Uyg'urlarni terrorist ko'rsatish ishi bilan teshi moslashib keldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi faqat Xitoydan pul yemadi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bizningki vatanda irqiy qirg'inchilik yurgizishga yordam berayotgan chet el shirkatlar bilan til biriktirib, ularningki qonuniy tijorat qilish uchun ularni aqlaydigan to'rjig'inlarni ichib, ham Turkiyaningki ba'zi bir kuchlardan pul yeb, ham PKKdan yeb, ham yana bir yerdan yeb, ham Amerikadagi demokratlar, NED degan ashundaq Xitoylarning fo'shichu ashundaq ishplasliklarning ichida yurdi.
it degan o bir sodiq bo'lsin, bir g'o'jisi sodiq bo'lgan, bular ish to'g'an demaydi, ko'chadagi lolma itlarda qatirab ketgan. Qayerdan bilsa bir chin tamoq tashlab kelsa, shuni yeydigan. Anga oxir chog'da nima bo'ldi qarindoshlar? Ota-onamiz kirib hammamizningki shunaqa dafsandichiliklarga uchirdi. 20 yilning yog'i qilayotgan kishilik huquqning natijasi qarindoshlar. 20 yil Uyg'urningki kishilik huquqini qildik dedi. Uyg'urning kishilik huquqidan dafsanda qildi. Uyg'urning kishilik huquqidan mahrum qildi. Uyg'urni qul qilib etdi. Uyg'urni qul qilib tashlab etdi. Yana Uyg'urningki qizlarning bosqinchilik uchirishida, Uyg'urningki yosh o'g'illar qizlarningki hayot bahorini vayron qildi, oilaliklarni vayron qildi. Bizningki davarimizni butunlay bular rasvo qilib tashlab etdi. Undan keyin chet elga chiqib Xitoyga yo'l ochib berdi. Shvetsiya bo'lamdi yoki boshqa yerga bo'lamdi, ko'chmanlar idorasiga g'arb ellarga chiqib, "Voy biz ketanmaymiz. Bizni bas o'ltirib yetdi" deb, hatto akalari yolg'on dokumentlarni qilib berib, darhol ruxsatlarni elib, Shvetsiya hukumatini aldab, boshqa yo'llar orqali berib, mishardagi uchurlarni setib, mishardagi ishlarni O'rta Osiyo orqali kirib, o'shaga chiqmas mal'un insonlarmi bo'ldi. Ular bilan to'g'ridami jidlimiz bo'ldi. Hozir hukumatda bo'ladi jidlimiz. Inshaalloh ko'ramiz. Haq hamini haq. Jinoyatni qilgan kelsa, bu jinoyatdan qochib qutulolmaysa, yuqoridagi Robiya anangdan tortib tuvangacha Xitoy pasportini mishakili panohlik deb, "Qay Xitoyga borsak o'ltirib yetadi, voy Xitoyga borsak chopadi" deb yolg'onlardan nima qilib, hikoya tuzab kelib, oxirida yana Xitoyga ashay berib, yana setib, o'zininki qarindoshlarini setib, pul uchun setib, viza uchun setib, shunday qildi qarindoshlar. Shuningga bularni hargizmi boshqa aytmasligimiz kerak. Men Shvetsiyadagi o'zimniki qo'limga dalil, o'zimniki uzundan beri nima qilganim asosan Shvetsiya hukumatigami 17 milliy munofiqniki tizimniki va Uyg'ur da'vosiniki qanday rasvo bo'lib yetilgan to'g'risida materiallarni sundim. Bular biladi hammani amaliyotda, ammo Uyg'urlarning ichida umid borki, bular uyg'oqga, buningga qiziqadiki, o'zining da'vo ishlarini ko'rib turadiki, bunda bir turkum odamlar borki deb biz hukumatga bildirish maqsadimiz. Bular siz bizdan hamma narsani yaxshi biladi. Meningcha o'ylayman, bir yil bo'lmasimi, kelar yili ish qilib, shu bir 2 yilning ichida Shvetsiyadan yana bir jasos tutiladi deb qarayman. Ham uningga ishinaman. Shuningga qarindoshlar, bizningki vazifamiz, biz vatandagilarningki ovozi, biz vatandagilarningki orzu, umidlari, istaklari, ularning nazarida bir Allohdan qolsa bizdan boshqa hech qanday umid kutilgani yo'q. Ammo biz nima ish qilyapmiz? Myunxenningki markazida irqiy qirg'inchilikni tunishtirmoqchi yo'q, o'ynayapmiz, daqdundoq chilyapmiz, madaniy festival qilyapmiz. Ana Xi Jinping borgan chog'da o'ynab berdi. Ishchi bilan peshining maslashishi. Elaqa to'y qilgan Uyg'ur qizlarnikini chiqarib, elaqa ravoqlarni chiqarib, o to'y qilgan qizlaring bo'lmasimi 90-yillarda chiqib sotadiganlar ichkirga chiqib sotadi. Tegadiganlar tegat janub taraflar, jiqti bo'lib Aqsu taraflarda hozir texmi bo'lib ketibdi. Burundan batdi o Xitoyga tegadigan. Faqatlam shu teganmay, o'taqalarlar tegan shu vaziyatda ko'parak tegyapti. Bunda desam yana boshqacha o'ylab qolmanglar qarindoshlar. Bizning maqsadimiz ziminninki maqsadi, tuproqning maqsadi. Bizningki masalamiz tuproq yoki zimin masalasi. Hech qachon bir anavlar to'yib ketdi. Va chet eldami chiqqu? Iliq Amerikadagi Mamat Emin doktor degan Xitoy olgan. Uningdan u iliq o'rkash degan Xitoyning qo'yinida eg'nab yotgan. Unda Xitoyning qo'yinida eg'nab yotganlar chiqqu. Uni qopib hamda voy ananga tegib ketdi, mananga tegib ketdi, binolarimiz chiqib, masjidlarimiz. Sening zimining bo'lmasa, zimin butunliking bo'lmasa, diningmi bo'lmaydi, madaniyating bo'lmaydi, Uyg'ur tiling bo'lmaydi, ana maktab bo'lmaysa, hech nima emassan. Shuning uchun qilayotgan da'voni to'g'ri qilish kerak. Hargizmi xato bir yo'lda epmamaslik kerak. Lekin dunyo Uyg'ur qurultiyi qanaqa qilib keldi qarindoshlar? Bizni aldab keldi. Bizningki qarindoshlarimizning Suriyada o'lishlariga sababchi bo'ldi.
yolg'on pishti fasad taqtidi, odamlarni setib olib, Amerika Uyg'ur birlashmasi olamdi, yoki Umar Qanotning projekti olamdi, setib olib, odamlarni to'g'ri tillaydiganga, ishiltiganga qiladi. Bunikimi hisobi ketyotidi, shu tashkilot qachon kimga qanday pul urdi, qachon kimga qanday qildi, adilchilarning so'yiziga chiqib bo'ldi. Hozir yana bir odamninkini sotib ketyotidi ishi. Shuning uchun biz to'g'ri chiqib yoki u shaxs bilan yoki uning bilan biz ushaq jidal qilib, shaxsiy jidalga aylantirmay, bizning sabr qilayotgan yerimiz bor. Men shuni shunday kesib aytamanki, dunyo jaholatda, vayronchilik, sezqichilik, chirikchilik, nahaqchilik to'lgan chog'da bir turkum kuchlar chiqilganki, dunyoni tozaydigan. Hozir har qaysi davlatniki, davlat otilari, armiyalari, hozir har birisi o'zining mamlakatiniki omonligi uchun chiriganlarni butun narsani tozalayotdi. Hurmatli Turkiyaniki prezidenti Erdo'g'an apandining niyat maqsadlarimiz yetdik degani PKK kimga tutishidi? Chet eldagi qaysi tashkilotga tutishidi? Ularning pushqaqqa tutishdi. Ularning Alloh balasini bersin. Men shunga deydiganim, men Rabia Qodirga, Umar Qanotga, Dolqin Aysoga, Olim Seytovga mushu da'voning ichidagi mushularni qo'llagan, mushularni katman chapqanninki Allah balayını versin. Bana muşlarını aldı Türk'te. Muşlar köygen kündümü beter sörülüp ölerse. Dolqina ise ana özünü Uygurman, milletçi degan bilan ana qizining bo'lgan ishi ahvol ava dadisimi ne kadar bichara mush ish plasma o'zining qizining to'yi qatnashamadi. Bir nim desa kishilik huquqni tagdan deb. Ey, sen kishilik huquq tashkilot qilding desa, mananing kishilik huquqi nim bo'ldi unda o'lsan. Ha? Mananing ko'zi oqqan qon yosh nim bo'ldi? Sening ayibingni assaq, sening sanmi haqninki to'di raskab qilsa, ota-onasini so'rab chiqib, ishlaringni silib, kuchuklaringni silib, vatanni begunoh turib deyotgan qayeri bovay momaylarga til tekkizsan go. Bizmi senga o'xshash? Umar Qanot sening Allah balayını berib qo'y, balaringning hech qaysi tayini yo'q-ki. Hammangning shu. Allah so'rilib, kasalchilikda, shu g'urbatchilikda, maynachilikning ichida so'ralib bo'lib, elning nazardan qochib bo'lishdan hammang Maşındaq bir sesqichilikning ichida vayronchilik dekidikida sen haqqingga hozir kuning kun emas, qon jiringning ichida yetyapsa. Kunni tushisan, lagerdagilarni tushaysa, qon tushaysa, jiring tushaysa, avlodingninki kelgusida itdan harpoqdan sesqiqini ko'rsa. Chunki sen million xalqninki qiynalib kirishdan sen. Biz pokiz yashadik, biz Xudodan qo'rqamiz, Xudoni taniymiz, biz hukumatdan qo'rqamiz, hukumatni nima qilamiz? Biz oldimaymiz, biz harom yemaymiz, shuning uchun biz oldiga chiqib so'zlayolmaymiz. Agar advokating bo'lsa, agar saqchang bo'lsa, agar bexatarliking bo'lsa dalalaymiz. Shuning uchun qarindoshlar uyg'onayli, tafakkur qilayli, nima uchun bunday bo'ladi dedi. Qani bu 20 yilni yog'ibdi, kishilik huquqini qilding. Musholat tushib ketanda. Unda bo'lmaydi qarindoshlar. Bu yolg'on da'vo, bu setvitilgan da'vo, bu mushundaq bizningki ozdirib etilgan Xitoyninki bir turkum kuchiklari. Bular bu yerga chiqib, keyin Xitoynimi tashlab boshqa yerlarga setilib, ashunda juda u yerda bu yerda lalni ishtak. Uning qo'yinda, buning qo'yinida juda. Alloh bularningki balasini bersin. Bizning bir majburlash kuchimiz yoki harbiy armiyamiz bo'lmagandan keyin bular bizni mushundaq bo'zaq qilib keldi. Ovozimizni jimiq turishga besiq keldi. Amaliyotda Londonda Uyg'urlar yo'qmi? Bor. Gollandiyada Uyg'urlar yo'qmi? Bor. Agar kenda har kuni 5 ta Uyg'ur chiqib Gollandiyadagi mushu Danhaqdagi ICC ya'ni xalqaro jinoiy ishlar sudida turadigan bo'lsa, Salih Xudoyorlarningki xalqaro jinoiy ishlar sudiga menvatqiniga parallel holatda yaxshi bir siyosiy o'yin bo'ladi. Lekin ular qimmatlidir qarindoshlar. Endi ularni qaysi bir kuchlar chimiqtirib bordi yoki qaysi bir qoti ya turmushning besimimi onu bilgin olmaydi. Shvetsiya parlamentining oldida Abdushkur Samsaq apandimni vaqtining baho bo'lishicha kelib, shanba dam olmaydigan normal kunlarni qilyapti. Yaxshi bo'ldi. Norvegiyadami Zumrat Tursunadimiz vaqt kelib qildi. Mustaqillik kerak deb qildi. Lekin bir parlament a'zosiga bir saqchi kelib, men juda deb kirgizayotgan yeri yo'q qarindoshlar. Qisaq bo'ladi. Faqat
qig'izmagan bizga, aldigan, bizningki hissiyotimizni o'ylab kelgan, bizni ahmoq qilib pul tepish bularning boshqa naqsi yo'q. Shuning uchun qarindoshlar, men deydiganim to'g'ri ish qilaylik, boshqa hech nima qilmasanglarmi ota-onalar uchun chiqinglar, unda qilmisizlik qilmanglar. Nurg'un odamlar bor, voy ananikin atugin pokkil o'lib ketsa yoki uni buni qilsa, yig'lagan bilan, o yasin o'qigan bilan u ruh uchun bundaq tirik vaqtida xizmatini qilib olaylik qarindoshlar. Shuningga deydiganim qarindoshlar, yolg'on bo'lgan davoning keyini mangmayli, ularning katmini chapmayli, podaxchilikini qilmayli, ko'tamayli, boshqa hech nima nahaq ustida haq ustida turamisan, nahaq ustida chavak chamayli. Shuningga deydiganim, Xitoy hukumati Xitoy virusniki oxirlashi, Xitoyningki parchanishi bilan Xitoy virusniki oxirlashidir. Dunyo tartibi muqim holatga keladi. Bundaq bo'lmaydi ekan, jahondagi nurg'un ishlar hozir sistemadan butunlay buzg'unchilik uchirdi. Endi bu qaytadan tuzilish kerak. Bizningmi ikkinchi dunyo urushidan keyin asli Sharq Turkiston mustaqil bo'lgan shu chog'dagi shu milliy xoinlarmi, shu chog'dagi shu qattiq kuchlarning bo'lmaganligidan bir taraf Rossiya taraf, bir taraf kommunist taraf. Ikkisi o'xshash kommunist endi. Mushunda holatga kelib qoldi. Endi dunyo vaziyati o'zgarish yana bo'yotdi 70 yildan keyin. Xudoyim beriyolmaydi qarindoshlar. Al omonatni deb ham biraqlam parchalanib ketadigan yoki biraqlam alamini deydi. Qon to'kmay tuproq osilmaydi, qon bilan to'pi yug'urilmay, zimin osilmaydi qarindoshlar. Shuning nimishki sening zimining, sening qoraling bormidi, puling bormidi, u narsa vaqtsa kelgancha o'zligidan olib ketadigan narsalar. Unga hech qachon tashvish qilishning hojati yo'q. Necha milliard qimmatidagi dollarlik qimmatidagi Amerikaning esil qorallarini tashlab chiqildi. Sizlar unda ham qilmanglar qarindoshlar. O'ziningki zamoni makoni keladi. Chiroyli Xitoy keldi parchalanishga, kelmay qolsa, bu chaqda so'qoq urush emas, issiq urush boshlanib ketadi. Shuningga qarindoshlar, bizga bir fursat kelyapti, buni tutolmasak, bu bak ichinishli ish bo'ldi. O'zinglarningki Xitoydan yap qo'yganinglar yoki tutilib qolganinglar deb batadagi necha million xalqqa ko'zingdan yummasanglar bo'lmaydi. Shu. Ben bu video tartışmak çağda da avaz çıkmaptı ya. Dostumuz aldıraydık ya. Ben bu sözler buldum deydiğen gapni. Hem bu namoyishlar chiqqancha gaplarimiz, qolgan gapni bir 20-yillardan keyin bir naq maydon qancha paranglashimiz bor. Hozir endi asosiyatdan Dunyo Uyg'ur qurultayida katta bir paraxod mustaqil yerildi. Mustaqil urildi, ichiga supirib cho'kyapti. O Tatayning o'g'li Qurtaltaymi? Qurtaltayninki Dunyo Uyg'ur qurultayiga rais bo'lish tushi buzib etildi. Ekranni oldida nima qilding, ekranni oldida talvonlik qilding deganning natijalari mana shu. Endi oldimizgi kunlarda Abbos xandonligiga chap ketadi. Unda bo'lsa bo'pti qarindoshlarimiz, Allohga emanet, omon bo'linglar.